Akalar opalar, biz ukol olyapti ekan bir ukomiz. Assalomu alaykum opa. Apa yaxshimisiz? Yaxshi. Apa siz qanaqa doktor? Terapevt. Terapevt. Necha yildan beri ishlaysiz? 16 yildan beri ishlayman. 16 yil, ha? Bu akamizga nima bo'libdilar? Bronkit meni olib kelgan, o'sha kapelnisaga qo'yib qo'yishdi, o'zim unda qarab Bronkit turamda. qanaqa kasal u? Shamoldash, o'pkani shamoldashida. Hozir juda ko'pchilik yozda marojniy yeydi, sovuq suv ichadi. O'zim ham yaqinda tomoq og'rig'i bo'lib, qulog'imgacha unday aslashini bir og'ridi-da. Lekin oldim. Siz o'zingiz nima deysiz shularga? Oldini olish kerak o'rindan birinchi. Anan keyin bo'lishuncha uzoq suvlar ichmay turish kerak hozircha. Anan agar o'rib qolsa bizga qayrilsa, o'zingiz qaraysiz-da. O'zingiz, ha? Siz medsestrami yerda qarab turibsiz? Yo'q, vrachman. Har bir banyoda o'zim qarab turamda, reaksiya berib. Har birini o'shiga o'zingiz har minutda kelib O'zim turasiz. qarayman, qarab Nechidan nechigacha ishlaysiz bu yerda? 9 dan 9 gacha. Ertalab 9 dan kechqurun 9 gacha. Ha. O'zingiz shunday kelib qarab turasiz. Qarab turaman. Medsestraga ishonmaysiz. Akalar opalar, terapevt vrach, oilaviy kelaverasizlar, apamizni ko'ryapsizlar mana. O'zlari boshida turib mana ertalab 9 dan 9 gacha kelsalaring, 3 mahal lechina ukollaringizga kelib mana yotib bemalol ayollarning kabineti adinna, erkaklarniki adinna, ukollaringni olib osma ukol, har xil ukollaringni olib bemalol ketishlaring mumkin. Apajon sizga sog'lik, salomatlik. Nechta farzandingiz bor? 2ta. 2ta farzand. Sizga sog'lik, salomatlik tilayman. Yuzlarga kirib yuring. Akalar opalar kelinglar. Biz nima deymiz? Shu klinikamiz yangi ochildi, shu o'zbek, tojik, qirg'izistonlik akalarimiz uchun. Doktor voy yaxshimisiz? Siz yaxshimi? Durustmisiz? Yaxshi, rahmat o'zingiz. Ko'ryapsizlar, eng vish tish doktori. Oldingi safar o'zimni qo'shnim olib kelgandim, ko'ruvdilaring. Doktor voy qandaysiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi, sog' bo'ling o'zingiz. Doktor voy sizni juda ko'pchilik so'rashgani uchun yana keldik. Rahmat. Doktor qanaqa nimalar qilasiz? Juda ko'pchilik menga berib ketdi deydi, kim nimalar deydi, men tushunmayman-da. Nima shu narsalar? Biriket bu жаңағы tishga temir qo'yiladi, zim qo'yiladi, tishlar qiyshiq tishlarni tuzlaymiz. Qiyshayib chiqqanlar, ha? Udali tishlarni julabыз, plomba qo'yamiz, чистка qilib tozalaymiz, uni qararib ketganlarni. Koronka salamiz, protez. Koronka nima bu? Nima maqsadda uni? Koronka tish qurtchab, tishning jarimi qolganda, tishni qayra восстановить etish uchun üstüne koronka kiygizib qo'yiladi-da bunday. Ha, tish yo'q bo'lib, sinib ketib, tagida kamroq qolganlarning ustiga qaytadan восстановить qilib, boshqatdan ustiga tish qolganar ekan. Doktor bo'y yana bitta savol. Bir ikkita o'zimni shaxsiy tanishlarim mendan so'rashdi. Og'izdan hamma tish tushib qolgan. Qanday qilib tish qo'ysa bo'ladi? Ag'a, ikki variant. Tish qo'yar ekan-ku, sadafmi nima deydi o'shani oq. Ag'a, ikki variant bor. Protez salsak bo'ladi. Syomli protez bo'ladi. Ya donabay qilish iloji yo'qmi? Anan implant qo'ysak bo'ladi. Implant rizva bilan qo'yadi. Rizva bilan qo'yib turib, polni tishlarni solib qo'ysak bo'ladi. O'zingiz qilaverasiz. Qilaveramiz, barini jasaymiz. Akalar opalar mana kelaverasizlar. Ko'rib turibsizlar doktorxonamizni qanday mana bitta rentgen apparatlari, tish rengenga solib mana buyoq keling kamerachi. Mana kompyuter rentgen bu mana shu. O'zingizda rentgen bor. Kelib o'sha rentgen tartib, tishni qarab. Tomirida, tagida, suyagi ichida nima bo'lgan barini mana ko'rsatib turadi. Ko'rganlaringiz mana apparati tushiradilar bemalol. Tish tozalash eng arzon narxdagi o'zimizni klinika desam bo'ladi, begona emas. Sizlar uchun biz eng yaxshisini reklama qilyapmiz. Shu videoga like bosinglar, o'zimizni o'zbek, tojik, qirg'iz, qaysi millat bo'lsa ham kelaverasizlar. Arzon narxda tanish bilishlaringiz shu videoni tarqatib qo'yinglar, nomerni tashlab qo'yinglar. Kesin doktor voy ishingizga omad. Klinikalaringda qanaqa doktorlar bor? Klinikamizda bizda terapevt bor, stomatolog bor, ayollarimiz uchun o'zi va homilador ayollarimiz uchun uchetga qo'yiladi. Bizda analizlar ham bor, stomatologimiz ham bor. Hamma xil doktorlar bor. Urolog erkaklar uchun urologlar bor. Akalar opalar, Metro Izmailovskini birinchi vahotidan chiqasizlar mana qaranglar. 3 minutlik yo'l. Shunday kelsalaring mana Aktumet. Akalar opalar ko'rdilaring mana shu eshikdan kirsalaring bitta urolog, ginekolog, hamma xil doktorlar bor. Bemalol kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.